klub nimalar qilib tashyapti? Bu klub nimalar qilib tashyapti? Butun bir iyunni bir futbolchini orqasidan yugurib o'tkazib va bu futbolchi boshqa jamoaga o'tib ketgandan keyin Sog' salomat bo'lgin, oyijonim sog' salomat bo'lsin. 3 ta transfer hal qilib tashyapti. Uyat bormi? Qanaqa tezkorlik bu? Qanaqa eng qizig'i isi chiqqani yo'q bu o'yinchilarni. Xabarlar unaqa tarqagani ham yo'q. To'g'ri, Andre Santos transferida xabar chiqdi, minat muzokaralarga kirishyapti, uni olmoqchi degan xabarlar chiqdi va 2-3 kun ichida bu transfer hal bo'ldi. Ervigo bo'ldi ya'ni. Karl Darlov darvozabon, Leeds darvozaboni umuman isi chiqqani yo'q. Xabar kelyapti, srazu transfer hal. Yuriy Tilemans, eng hayron qoldirgani Yuriy Tilemans bo'ldi. Bugun hal bo'lgan transfer u Manchester United futbolchisiga aylanmoqda. Xabar keldi, ya'ni obedda va obedga kirib chiqdik, bo'ldi transfer hal. Here we go. Men aytayapman, uzru, nima qilsizlar? Uyat bormi? Shunaqa ham tezkorlik bilan ishlaysizlarmi? Yaqinda so'kib o'tiruvdi. To'g'ri aytishingiz mumkin, Yuriy Tilemans 29 yoshda, lekin 29 yoshli qanaqa futbolchini olayotganiga ham ahamiyat beringlar va qayerdan olayotganiga ham. Aston Villadan bu mavsumda ham o'tgan mavsumda Yevrokuboklar uchun deyarli biz bilan kurashgan, raqobat olib borgan jamoadan lider o'yinchisini olib qo'yapti. Va Belgiya terma jamoasi sardorini olyapti. Unda liderlik xususiyati bor o'sha. U APLda 200+ o'yin o'tkazgan yetakchi lider o'yinchilardan biri. Va qanaqa narxga? 35 million. 35 million. Bu kimdir qimmat deyapti. Men hayron qoldim. Bozorni ko'ryapsizlarmi? Inflyatsiya cho'qqiga chiqib ketgan. APLda narx-navo cho'qqida, kosmos. 85 millionga Fernandes chempionshipga tushib ketgan jamoani o'yinchisi ketyapti. To'g'ri, yosh deyishlar mumkin. Priz 25 millionga deyarli chempionshipga tushib ketish arafasida bo'lgan jamoani o'yinchisi sotilyapti. 100 millionga Tanali sotilyapti. Va yana boshqa o'yinchilarni shunaqa narxda baholashyapti. Va bu bozor narxida 35 million va 50 millionga Andre Santosni olish, umumiy 85 millionga ikkita futbolchi olish, bu prosta bomba, ishoninglar. Hozir maqtama bu deyishlar mumkin. Iloj, maqtaydigan joylarni maqtayman. To'g'ri, yoshi qanaqadir katta bo'lishi mumkin, lekin 29 men o'ylashimcha hali yana 4 mavsum bemalol o'ynaydi. Casemiro ham 30 yoshda kelgan. Va qanaqa top daraja ko'rsatganini bilamiz. Tilemans ham to'g'ri Casemirodek darajada bo'lmasligi mumkin, lekin juda ham ulkan tajriba bilan Manchester Unitedga kelyapti. Yuriy Tilemans Manchester United futbolchisi ertaga tibbiy ko'rik bo'lib o'tadi va shundan so'ng rasmiy e'lon bo'lishi kutilmoqda. Andre Santos transfer bugun e'lon qilindi, ko'rgan bo'lsanglar, 17-raqamni oldi va u rasman Manchester United futbolchisi. Gap yo'q, respekt. Shunaqa tezlikda davom etsa, hali 1 oy bor APL boshlanishiga, 1 oydan sal ko'proq vaqt bor. Shu vaqt ichida yana bitta yarim himoyachi olishga ulgurishadi. Shunaqa tempda davom etishayotgani to'g'risini aytganda menga yoqyapti. Qanaqadir islarni chiqarmasdan tez-tez hal qilishligi juda ham yoqyapti. Respekt. Hozircha men 10 ball sistemada 7 ball qo'yib turaman Manchester United transfer siyosatiga. Qolganlarini yana gaplashishda davom etamiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar, bundan buyog'iga ham bosamiz. Come on United.